Akalar, kunduzgi bozorimizda Pashist Tekin kanalida bugun Matiz mashinasi bizning Telegram obunachilar uchun bu mashinani yaxshi narxga narxlab qo'ydik. Narxini taxmin qilib turguninglarcha men buni ichidagi narsalarni ko'rsataman. Tak ichiga ozroq salonga sal e'tibor berib ko'rsanglar o'zingizlar uchun yaxshi holatga keladi. Atak chexollari yaxshi holatlarda turibdi. Probeglari 618 ming yurgan mashina. Bitta ikkita joyida ozroq qirilgan, chizilgan joyi bor. Tak bitta polirovkada yo'qoladigan narsa. Balonlari vobshe ideal holatda, yaxshi holatda turibdi. Olib maza qilib haydayman degan aka-ukalar bizning Telegramda yaxshi kuzatuvchi akalarga buni narxini egalari bilan gaplashib baraka qilib qo'ydik. 26 million so'mga bemalol kelib baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Mana shunaqa arzon mashinalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib kuzatishni davom ettiringlar. Bundan ideallarni hali yana